Xo'p, keyingi spikerimiz trading sohasi bo'yicha bo'ladi. Investitsiya. Abdurahmon Ruhullayev, Triple Air Technologies kompaniyasi asoschisi. Marhamat. Abdurahmon Ruhullayev 1996-yilda Buxoro shahrida ziyoli tadbirkorlar oilasida tug'ilgan. 2 farzandning otasi, Buxoro davlat universiteti bitiruvchisi, sport sohasida yuqori muvaffaqiyatlarga erishgan. Muay Thai va boks bo'yicha Osiyo chempionati sovrindori. 2017-yildan trading va kripto bozorida professional faoliyatini boshlagan. 2022-yil oxirida Crypto Miners kompaniyasining O'rta Osiyodagi boshqaruv huquqi va franshizasiga ega bo'lgan. U asos solgan Triple Air Technologies kompaniyasi blockchain texnologiyalarini yaratish va investitsiya qilish bilan shug'ullanadi. O'zbekistondagi eng yirik kripto investor va ekspert. Qarshi oling. 25 yoshgacha biznes boshlaganlar forumi spikeri Abdurahmon Ruhullayev. Hammaga salom. Kelganlaringizdan xursandman. Hammani o'zi Instagramda harakat qilaman shu odamlarni maqsadga yo'naltirishga. Erkak bo'lishga. Men o'ylaymanki, erkaklar to'da bo'lgan, mardlar maqsadi borlar. Bunaqa forumda birinchi marta ishtirok etyapman tadbirkorlik bo'yicha. Zo'r. Bu imkoniyatda hozir bitta akamiz bor edilar, ekspert. Aytdilar, bunaqa imkoniyat bizda bo'lmagan. Xo'p, qayerdan boshlash kerak? Men o'zim haqimda ozgina aytaman, bilasizlarmi yo'qmi? Endi Instagramda ozgina ko'p gapirib turaman. Crypto Miners kompaniyam bor. Bu mining sohasida birinchi O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyodagi mining kompaniya bizda birinchi. Ya'ni kim O'zbekistonda qonuniy shug'ullanadi bu ish bilan, bu faqat men. Blockchain Web3 tarmog'i bo'yicha O'zbekistondan orqada qolmagan. Biza muammo bo'layotgan sohalarga yechim beryapmiz. Da kompaniyamiz Dubayda joylashgan. No baribir egasi o'zbekistonlik. O'zbekistonlikdan tanishadi. Xo'p. Men bu yoqqa o'zi kam vaqt, men sizlarga ko'p bunaqa alkash narsalarni aytmoqchi emasman. Konkretniy sizlarga foyda bo'ladigan narsani aytaman. Xo'p. O'zi buni qanaqa boshlangan? Men ham bo'yni balasi emasman. Men ham yosh bo'lganimda sizlarday даже men sport fakultetiga o'qiganman, bunaqa biznes boshqaruv, unaqa narsalarga o'qimaganman. Xarakter bo'lish kerak erkak kishida birinchi o'rinda. Risk bo'lish kerak. Lekin risk bu tupoylik emas. Nagli xuddi qo'yday borib urish kerak emas biror narsani. Risk bu qancha yo'qotishingizni aniq bilishingiz kerak. Qancha yo'qotishni aniq bilsangiz, o'sha risk. To'yist, men restoran ochishim mumkin, umuman bu narsaga xabarim yo'q, pulim bor. Umuman xabarim yo'q bu narsadan. Lekin men restoran ochishim mumkin, borib o'rganib, o'qituvchi olib, o'sha ustoz olib, ikkalasi ham risk bor. Lekin risk shkalasi pasayadi o'sha. Lekin erkak kishilar, endi ayollarga bu ozgina taalluqli emas, erkak kishilarga asnomnoy. Duxlaringiz bo'lmasa, biznesga qilish kerak emas. Uni mas'uliyati bu. Erkak kishini erkak qiladigan narsa u qancha mas'uliyatni olib bilishida. Hozir bitta akamiz aytdilar-ku, что hamma jamoam zo'r bo'lish kerak, men zo'rlarni yig'ishim kerak, jamoam zo'r bo'lsa, men jamoam zo'r. Ekspertlarni olib kelganman chetdan, boshqa joydan. Lekin men liderlik kachsam bo'lmasa, bular bir kun tushunsa mendan zo'rligini, tamom. Baribir yo'naltirib bilish kerak odam. O'sha uchun mas'uliyatni olib bilish kerak. Prezentatsiyangizmi? Ha, mayli. Biz tayyorlanmaganmizda, endi biz artist emas-ku. Tayyorlansak. Xo'p, men o'zimdan olib aytaman, osmondan emas. O'sha miningga sohasiga qiziqqanman, lekin ko'p urushganman, o'sha milisaxona yurilgan, yoshligimda shunaqa narsalar bo'lgan. Faqat urushib, nohaq gap eshitsam urushardim shunaqa. Keyin milisaxonada dadam aytganda, "Bajam, o'zi bezor qilding, har kun urushib, har so'ksa ham urushmay o'shanaqa odamlar bilan" degan. O'sha uchun qonuniy yo'lni qidirganman. Yechim topa bilish kerak biznesda. Biznesda pul glavniy emas. Men aytaman ana. Pul glavniy emas, pul bor, pul tiqilib yotibdi, pichat qilib yotishibdi yo'qda. Glavniy yechim topa bilishda. Yechim bo'lsa, ikkita odamni bog'lash kerak.
bog'lash kerak. Men hozir 700 million dollarlik kompaniyani shareholder hisoblanaman. 700 million dollar bu hazil emas. Почти milliard. 25 yil ichida 3 milliarddan ziyod pul topadi. Resursli biznes, ya'ni vetrogenerator. Shamol generatorlardan energiya olamiz. Miningda ham xuddi shunday boshlangan. Mining, kriptovalyuta. O'zbekistonda noqonuniy boshqa harakat qildik. Faqatgina qayta tiklanuvchi energiya bilan qilib bilamiz deyishdi. Menda pul yo'q edi. Men trading qilib yurgan bir pul topib yurgan bo'laman. Trader degani bu pullik bachalar emas, quloqlaringizga tepib yurishibdi bunaqa deb. Trader degani pul u yolg'on. U kazinoshniklar unaqa qilishi mumkin, bir marta o'xshaydi. Stabilniy soha bu. Shuni qilib yurganman, mining sohasida chetga chiqishni boshladim. Dubayda mana bu kompaniyam bor-ku, Crypto Miners. O'shanga taklif bilan chiqqanman, asta-sekin boshlaganman, ya'ni O'zbekistonda kuzatganman, nima qilish mumkin? Mining apparat sotish mumkin, lekin hosting qilish mumkin emas. Elektr energiya yo'q bizda, qimmat. To'g'ri kelmaydi. Optimal yechim sifatida Dubayni tanlaganman. Hozirgi vaqtda kompaniya kapitalizatsiyasi 500 million dollardan ortiq. To есть investitsiya jalb qilish uchun birinchi navbatda qulaylik. Qadriyatlaringiz ham bo'lishi kerak. Qadriyatimiz ham bo'lishi kerak. Ya'ni kim bilandir network qilmoqchimizmi? Ya'ni biznesda juda ham ko'p bog'liq narsa bu networking. Ya'ni ko'proq aloqalaringiz bo'lishi kerak. Qolmanglar faqat O'zbekiston. Boshqa joylar bilan chiqib gapiraveringlar. Men IELTSdan nechi ball? 5,5 ball olib, borib chala chulpa bo'lsam o'sha partnerim bilan gaplashib, hozir normal, kompaniyaning shareholderman. Tushuntirib, главный nima maqsadim borligini tushuntirib berib bilganman. Xuddi shunday, qarochi, ko'chada qolib ketgan inson haqida kitobni o'qishidan befoyda. Ko'chada qolib ketgan inson ko'proq narsani biladi. To есть riskni olib bilsangizlar, bu sohaga kiringlar. Aytayapman-ku, pul kerak, ko'p kishi yozadi, pul kerak menga, pul kerak, sizda pul bor. Menda ham pul bo'lmagan, meni uyimni yoshligimda yashagan. Men g'alba qilmayman, men slabi ko'rinmoqchi emasman. Kayf qilib yashaganman yoshligimda. Da uyim yiqilib ketayotgan bo'lgan. Da eshigimizni buni arqon bilan bog'lasiz, koridorda uxlagan paytlarim bo'lgan, kayf qilib uxlaganman yoshligimda. U hozir chiqib aytishadi-ku, biz tamom bo'lganmiz, bizning ahvolimiz og'ir. Rahim keltirish, slabilar rahim keltiradi. Главный narsa muammoni yechish kerak. Lekin iltimos, muammo yechayotganda sizlar hozir pul kerak sizlarga. Qorinlaringiz och deylik. Planni katta chizish kerak. Mini maqsadchalar qo'ymanglar. 10 ming dollar topay, 1000 dollar topay, bu mayda narsalar. Realni aytyapman, mayda narsalar. Keyin 1000 dollar, 10 ming dollar bo'ladi, keyin qotib qolasizlar. Aksariyat kompaniyalarda, aksariyat odamlarda shu narsa kuzatiladi. Qotib qoladi, keyin nima qilishini bilmaydi. Komfort zona. Och qolgan vaqt planlarni katta missiya qilish kerak, katta narsalarni. Keyin pul kelaversa, kirib ketaveradi o'sha sohalar. Zo'rlarni yig'ish kerak, da birinchi o'zingiz zo'r bo'lishingiz kerak. Tushunishingiz kerak. Oldingizga yig'ayotgandan oldin ular tushuning. Institut o'qiysizlar-ku, to'g'rimi hammalaringiz? Institutda jo'ralar bo'lib, tim bo'lib ishlash kerak. Bir-birlaringizni podдержка qilishlaringiz kerak. Shunda o'zgaradi hammasi. To есть connection, duh bu eng muhimi, bu pul emas, eng muhimi. Ideyangiz bo'lsa, hozir menga ideyangizni olib kelyapti, teshqorida bitta ikkita kishi e'tibor beraman, boryapti, boshqa kishidan ham so'rayapti, boshqa ekspertdan ham so'rayapti, boshqa ekspertdan ham so'rayapti. Sani какой-то 240 mingta подписчиги bor bir odamcha. Yo bu bo'lmaydi desa, tamom, u yaxlasang agar, u qanaqa biznes ideya? Bir o'zingni dreamingni, o'zingni orzuyingni bir zashat qilib bilmasang, protect qilib bilmasang. Men kallangga kirib aytsam, bo'lmaydi desam, tamom, bo'lmaydi, tashab ketsang bu narsani, lutchi qilmaganing yaxshi. Pozitsiyalaringizni aniqlanglar birinchi. Pozitsiya jostki bo'lish kerak, qadriyat bo'lish kerak. Manfaat uchun o'zlaringizni sotib yubormanglar. Pul uchun kalibratsiya qilib u yoq bu yoq. Konkretni qo'ying, o'zingizda odamlar sizni topadi. Endi men ozgina joydaricha gapirib ketaman, o'zi chiqib ketaveradi. Men training o'rganmaganman. Rostini aytaman-da, o'rganmaganman. Da men ko'p video ko'rganman. Ingliz tilini o'rganish kerak. Rus tilini bilaman, ingliz tilini bilaman, o'zbek tilini, tojik tilini bilaman. Eng globallisi ingliz tili menga kerak bo'lgan. Globalizm bo'lyapti. Market
birlashyapti. Bitcoin globalizm bo'lyapti. Tilam globalizm bo'lyapti. Nima uchun O'zbekistonda tibbiyot yo'q? Nima deydi? Tabobat. Hindistonda bor-ku, Xitoyda bor-ku, nima uchun bizda yo'q? Chunki bizning tilimizni o'chirishgan. Biz bilmaymiz, informatsiya yozib kelaverganlar-ku, o'zi o'chib ketgan. O'zi meditsina kirgan, birinchi kasal qiladi, keyin davolaydi. Pul, biznes. Tushuninglar, muammoni topib yechishimiz kerak, lekin iltimos buni slabi muammochalar hamma topgan muammoni topish kerak emas. Global narsani o'ylash kerak. Men mining sohasi bilan boshladim, aytganimda. Hozir Solar Power Shine degan kompaniyamiz bor. Aytdim, elektr energiya bilan shug'ullanamiz. Resursli energiya bu dunyo ayiga o'tyapti-ku. Ayi nima shu? Искусственный intellekt. Искусственный intellektga nima kerak? Miningga nima kerak? Hozir zolotaya lixoradka boshlanadi miningda, Bitcoinda. Nima kerak? Energiya kerak. Energiya pul bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? 100 milliard dollar OpenAI o'zini shaxsiy o'sha kompyuteri uchun pul ajratyapti. Bitta kompyuter mozg uchun, искусственный intellekt uchun. Atomni elektrostansiya qilyapti. Shaxsan o'sha kompaniya, o'sha proyekt uchun. Tushunyapsizlarmi? Bu gigantskiy narsa. Skynet deylar-ku, Terminatorga o'sha narsa. To есть energiya kerak. O'shani o'tirib, plan qilib, ana hech kim prezidentga chiqib, menda hammasi yomon demaganman. Hokimga chiqib, menda hammasi yomon demaganman. Dadamga borib, menga yomon. Problemani hech kimga aytish kerak emas. Problemni aytadigan odam slab odam. Problemani borib, ado bo'lyapman, fido bo'lyapman deyish kerak emas. Konkretni yechiming bormi? Problema bilan kel deyman xodimlarimga. Yechiming bo'lmasa, problemangni olib kelma menga. Yechim topish kerak erkak kishi. Ayol kishi uyda muammoni gapiradi, erkak kishi yechadi. Erkak kishi ham qo'shilib muammoni ko'paytirib o'tirmaydi. O'sha mining bilan boshlandi. Ana vazirgacha chiqdik, bosh vazirgacha chiqdik. Hozirna proyektimiz boshlangan, qurilyapti Buxoroda. O'xshaydi. To есть, men ham bir minusdan chiqqan odam sizlarga ham o'xshaydi. Unaqa qiyin narsa emas. Pul bilan bog'lamasangizlar bo'ldi. Muammoni topib, yechimini topib, konkretni tez ishlash kerak. Bugun muammochani topdim, to'xta bitta kravatga o'tib, bitta serialimni ko'ray. Men kino ko'rmayman, realni aytyapman. Meni xodimlarim aytadi, qanaqadir kinolarni aytadi, men kino ko'rmaganman-da realni. Vaqt yo'q bu narsaga. Chunki meni miyamda ko'p proses bor. Bilmayman nima uchun, o'tiraman, nimaga kerak menga deyman shu narsa. Nima kerak? Ответственность, erkak kishini erkak qiladigan mas'uliyat. Internetga ko'p o'tirmanglar. Men internetga ko'p video qo'yaman, nima uchun erkak bo'lish kerak deb qo'yaman. Meni internetdan udalit qilish mumkin, chunki men sizlar qulsizlar, ular bunaqa deb joski gapiraman, meni udalit qilib yuborish mumkin, blok qilib yuborish mumkin. Tupurganim bor. Realnida men pulimdan emas menga. Info biznes qilyapti-ku odamlar. Sotib yotib, da, zo'rlari ham bor. Lekin bizani xalqning soddaligidan foydalanishyapti. Realni. Go'l bo'lmanglar, internetga juda ham ko'p ma'lumot bor. Filtr qilib bilishlaringiz xolos kerak. Realni. Men shu paytgacha nima qilgan bo'lsam, hayot menga o'rgatgan bitta narsa bor. Taslim bo'lmaslik kerak ekan, tamom. Kimdirlar zo'r bo'laman dedi, aqlli bo'laman dedi, kuchli bo'laman dedi. Men znash tushundim, muvaffaqiyat uchun taslim bo'lmaslik kerak. Hozir jo'rachim argument. Eng zo'r bo'lish uchun taslim bo'lmaslik kerak, tamom. Men muvaffaqiyatimni ko'rib turibsizlar-ku. Men shu narsani olishim kerak edi. Tushunmayapsizlar-da? Men olishim kerak edi. 1000 marta qilsam ham, million marta qilsam ham shuni olishim kerak edi. Menda boshqa yo'l yo'q. Tosh suvni pisand qilmasa, suv baribir toshni teshadi, mahkum teshilishga u tosh. Zatni bermasangizlar, meni bitta gapim bor, men Buxarskiy bachaman, Buxorodanman. Gazashatay, tamom. Men Toshkentlik bo'lib oldim, u yoq bu qayerdan o'sha yoqdan bo'lish kerak. Saviya. Derski testosteroni balanddir menga. Men erkakman, men muloyim bo'lib bilmayman men. Odamlar uchun o'zgarib bilmayman. Haqiqatni dangal aytaman yuzga. Kim bo'lsa ham. Mard bo'linglar. Ko'p kishi erkaklarda bu yo'qqa. Biza mas'uliyat, biza mana bu ayollarning mas'uliyatini ko'taradigan insonlar biza. Ayollar chiqyapti, men realnida chiqyaptilar, pul ishlashim kerak. Eris pul ishlasin, обеспечить qilsin hammani. Qani ayollar ishlaydimi?
Ayollarning vazifasi bolani tarbiyalash shu ilm bo'lishi kerak. U pul topsa, pul topsa, bacha nima qilsin bechora? Da xususiy maktab tarbiyaga kelsin keyin. Rahmat. Ajoyib. Qarsakinglar. Yo, hozir gapim zo'r bo'ldi. Mikrofon bo'ldimi desam, mang dedilar. Men shu yigitni umuman har bir Instagramda, internetda chiqishlariga maza qilamiz. Boya tushlik qilayotgan paytda ham bir gaplashdik. Biznesmenda bevistaga. Juda ko'plab biznesmenlarda yetishmaydigan bir narsa bor. Bilasizlar nima? Xarakter. Mana shu boradagi xarakter ko'pchilikni diqqatini tortadi. Alohida qarsakinglar. Sog' bo'ling. Rahmat katta. Amon bo'ling. Bu sizga sertifikat va Ahmad Choydan sovg'a. Qarsakinglar olqishlaymiz. Rahmat kattaga. Sog' bo'ling. Bu sahnani endi hozirgacha bo'lgan egalari borda. Bu sahnani hozirgacha bo'lgan egalari. Xudo xolasa, bundan keyin ham ularga ma'lum bir vaqt berib turamiz sahnani. Qolgan payt bilim bilan, ilm bilan band bo'lsin bu sahna. Mana shunday niyat qilamiz, istak qilamiz va sahnani hozirgacha bo'lgan egalaridan birini sahnaga taklif etsak. Go'zal ijrolar bilan sizlarni xush ko'rsalar. Yoshlarni kumiriga aylangan Konsta! Marhamat. Yo, bu chapak bu, qarsakinglar. Konsta! Assalomu alaykum. Aka, qarsakni ham, ovozni ham hammasini hozir ashula aytib, erishib qo'lga kiritamiz. Oldindan shart emas. Hormanglar, assalomu alaykum. Xo'p, ashulalarni birga kuylashga sheriklar kerak menga. Bormi shunday insonlar, sheriklar? Vo, qo'llarini ko'ryapman. Uzoq taraf uncha ko'rinmayapti, svet taraf. Bormisizlar u yoqda ham? Kuylaymizmi? Yo, uyalamizmi? Xuddi ana odamlar nima deydi, hozir kuylasam, yonimda kuylamasa-chi, men kuylasamda yonimda kuylamasa deb o'tiribsizlarmi? Boshlaymizmi? Ketdik, qani. Telefonlarning chiroqlarini yoqib olamiz. Qanotlarimni beray, senga shu bo'lsa qulay. Ey! Qanotlarimni beray, senga shu bo'lsa qulay. Senga shu bo'lsa qulay. Senga parvozlar tilar, o'zim jarlikka qulay. O'zim jarlikka qulay. Bir umr yetolmay shamollar ortidan qulay. Sevgingga erisholmay bir umr do'sting bo'lay. Lek aytolmaysan buni, bilasan sen. Unutolmaysan, lek aytolmaysan buni. Sen hech qachon ichingda tuyg'ular qilsa isyon. Xayolingda bir inson, lekin aytmaysan hech qachon. Yo'q, sen aytmaysan, o'zing aqldan olsang ham sen aytmaysan o'zing. Bilmayman nega, lekin baxtliman sen baxtli bo'lsang. Isyon, xayolingda bir inson, lekin aytmaysan hech qachon. Yo'q, sen aytmaysan o'zing. Aqldan olsang ham sen aytmaysan o'zing. Bilmayman nega, lekin baxtliman sen baxtli bo'lsang. Qanotlarimni beray, senga shu bo'lsa qulay. Senga parvozlar tilar, o'zim jarlikka qulay. Senga shu bo'lsa qulay. Qanotlarimni beray, senga shu bo'lsa qulay. Senga shu bo'lsa qulay. Senga parvozlar tilar, o'zim jarlikka qulay. O'zim jarlikka qulay. Bir umr yetolmay shamollar ortidan qulay. Sevgingga erisholmay bir umr do'sting bo'lay. Qanotlarimni beray, senga shu bo'lsa qulay. Senga parvozlar tilar, o'zim jarlikka qulay. Davom etamizmi?
Qani hozir tekshiramiz. Qani bu tomonda qancha birga kuylaydiganlar bor? Bormi, sheriklar? Vo, ana jonlanamiz. O'zi atayin boshida qizib olishga yengilroq, kamroq odam biladigan shulardan boshladik. Bu tomonda bormi? Bo'ldi. Samneniya yo'q. Bu tomonda-chi? Vo. Xo'p. Keyingi ashulamiz bo'lmasa boshla olamiz. Bitta shovqin qo'raylik. Vo. O'tmishim bilan kurashib yangi bo'lganman. Barcha treklarim aslida senga. Otak bor. Ey. Har xil holatlarda bo'ldi ko'p xatolar. Yo'lda ko'p adolatsizlar to'ldi. Это prank или что, брат? Bu kunlarga yetguncha ko'p odamlarni ko'rdim-u, yuzidan niqobi. Ular ko'rsatadi tanasini, ruhini emas. Ko'p narsalarni yo'qotdim, seni topdim. Sengacha yo'qotganlarim menda muhim emas. Birga sengacha yo'llarim bu vaqtincha manzillar. Sengacha qo'llarim tutdi begona dillar. Sengacha yo'llarim bu zerikarli yillar. Seni izlab, barchasi seni izlab. Sengacha bo'larim bo'ldi bu yovuz dillar. Ko'ra olmasdan baxtingga tajovuz qillar. Sengacha yo'llarim bu zerikarli yillar. Seni izlab, barchasi seni izlab. Sengacha ham rosta kamiga kelganmi olmadim. Sengacha bo'lgan hayotda nega hech narsa qolmadi. Uxlab qolsam yelkamda tonggacha yelkamni olmadim. Ovoz chiqarmay yozdim trekni, shirin tushlarsiz qolmadi. Shirin uyquda uxlashda tengi yo'q uyquchimni. Bu nozik juda lekin tortib olar bor kuchimni. Kutadi har kuni qachon ishimni, nortishimni. U quvonachlari bilan qiladi bahor qishimni. Birga sengacha yo'llarim bu vaqtincha manzillar. Sengacha qo'llarim tutdi begona dillar. Sengacha yo'llarim bu zerikarli yillar. Seni izlab, barchasi seni izlab. Sengacha bo'larim bo'ldi bu yovuz dillar. Ko'ra olmasdan baxtingga tajovuz qillar. Sengacha yo'llarim bu zerikarli yillar. Seni izlab, barchasi seni izlab. Mana bu balandida juda Okey. Davom etamiz. Keyingi shularni birga kuylaymizmi? Balandroq birga kuylaymizmi? Jonli har doim birgalikda bo'ladi insonlar. Ketdimi hamma birga? Agar so'rasalar mendan u haqida, yuzimda paydo bo'ladi tabassum. Odamlar kelib ketar ekan albatta, lekin ularga hech ham o'xshamas. Agar so'rasalar mendan u haqida, yuzimda paydo bo'ladi tabassum. Munosabatlar bo'lar ekan ko'p marta, lekin u bilan bo'lsa boshqa mavzu. Tabassumni to'xtatish qiyin, u haqida meni so'rasalar. So'zlarda o'xshatish qiyin, agar ko'zlarimda ko'rmasalar. Sevgini uchratish qiyin, bo'ladi har xil zo'r narsalar. Mushukkacha yetib bormasalar, kechir unut deb tormasular. To'xtatolmaydi hech ishga ko'milgan binolar. Esda qolmaydi hech birga ko'rilgan kinolar. Tuyg'ularing sog'inchlarda qayta yangi bo'lar. Bu dunyo chinakam sevgi bilan rangga to'lar. Qani birga agar so'rasalar mendan u haqida, yuzimda paydo bo'ladi tabassum. Odamlar kelib ketar ekan albatta, lekin ularga hech ham o'xshamas. Agar so'rasalar mendan u haqida, yuzimda paydo bo'ladi tabassum. Munosabatlar bo'lar ekan ko'p marta, lekin u bilan bo'lsa boshqa mavzu. Agar so'rasalar u haqida, men aqldan ozaman yaqinda. Tushunadi so'zsiz sevsa kimdir chindan. qani keting birga. Agar so'rasalar mendan u haqida, yuzimda paydo bo'ladi tabassum. Odamlar kelib ketar ekan albatta, lekin ularga hech ham o'xshamas. Agar so'rasalar
Ajoyib. Mana ko'rib turibman, bu yerda asosan yoshlar yig'ilgan ekan. Asosan yoshlar. Men katta bo'lmagunimcha bu gaplarni ayta olmasdan ichimda saqlab katta bo'lib olganman. Shuning uchun sizlar uchun, yoshlar uchun, o'zimni jiyanim, atrofimdagi yoshlar uchun shu gaplarni aytgan edim. Bu bizning gaplarimiz. Ko'proq sizlarniki даже. Men 32 yoshli odamman, shuning uchun bu ko'proq sizlarniki. Bu ashulani bilgan barcha hozir meni qo'llab birgalikda kuylashingizni so'rayman. Ketdik. Ey! Yashashni bilmaydi hech kim, birgina pul bilan ko'ngil to'lmaydi. Avval o'zi orzulardan kechgan, menga ham orzu qilishga qo'ymaydi. O'z yo'lida topolmasdan yechim, meni yo'limda topaman deb o'ylaydi. O'zlari qanotlaridan kechib, nega menga ham uchishga qo'ymaydi? Menga yana kimdir yashashni tushuntiradi. Shu payt orzularim burchakda jam turadi. Nega kattalar mensiz kelajagim ko'radi? Men o'zimni mana xohlashimni kim so'radi? Ha, buni hammasi menga yaxshiroq bo'lsin deb men uchun hal qilasiz hammasini har doim. Lekin bir martasi so'radingizmi o'zimdan? Balki orzularimda bordir borar joyim. Nega meni texnikaga qiziqishim yomon? Axir men har doim ko'rsam o'ynab o'tirganingizni. Nega menga kitob o'qidingiz lekin hamon shu kungacha bir bor ko'rmadim-ku o'qiganingizni. Qanday yashashni bilmaydi hech kim, birgina pul bilan ko'ngil to'lmaydi. Avval o'zi orzulardan kechgan, menga ham orzu qilishga qo'ymaydi. O'z yo'lida topolmasdan yechim, meni yo'limda topaman deb o'ylaydi. O'zlari qanotlaridan kechib, nega menga ham uchishga qo'ymaydi? Sho'r peshonam yaltiraydi quyoshda. Kim ham o'zini topdi ekan 16 yoshda. Men ham nimadir topdim vaqtimni yo'qotganimda. Bugun hayotimni mazmuni o'sha topganimda. Kasb va hunar shuncha yo'l va ular bir-biridan farq qilar. Nega ular hal qilar? So'ramay nima yoqar senga. Borib kelsang bo'ldi darsinga. Yetadi singib shunday nechta umidlar singan. Nega hamma narsada maqsadlarimiz borib yana taqalar pulga, tayinli pensiyaga, ungacha yoqmagan ishda hech kimni yoqtirmasdan kun kechir, To'g'ri, har nimani birga kuylaymizmi? Qani ketdik. Menga ham orzu qilishga qo'ymaydi. O'z yo'lida topolmasdan yechim, meni yo'limda topaman deb o'ylaydi. O'zlari qanotlaridan kechib, nega menga ham uchishga qo'ymaydi? Birgina pul bilan ko'ngil to'lmaydi. Avval o'zi orzulardan kechgan, menga ham orzu qilishga qo'ymaydi. Meni yo'limda topaman deb o'ylaydi. O'zlari qanotlaridan kechib, nega menga ham uchishga qo'ymaydi? Endi ancha qiziqyapsizlar, ko'ryapman. Keyingi ashulani birgalikda hammamiz baqiramiz. Odamlar nima desa ham. Ketdi. Odamlar nima desa desin, chin dildan kulib. Odamlar nima desa desin, odamlar nima deydi? O'zingni bosib, hammaga o'xsha, yig'ishtir, qanaqa muzika, qanaqa san'at, muhimroq hammadan noqshi. Odamlar nima deydi? Katta bo'lib qoldik-ku, qachonga to'yindi, qanaqa ish, karyerangni qo'yindi, yoshda ham endi qanaqa o'yin bu? Yig'ishtir, tepishni top-top, qanaqa futbolist ishingni top-davay, qanaqa boks, qanaqa kurash, shunchasi chempion bo'lib qopdimi? Odamlar nima deydi? Bu yil ham bolasi o'qishdan qopdimi? Senga shuncha umrimni yo'qotib, natijasiga men shuni topdimmi? Odamlar nima deydi? Indama gapirma, ko'tarma boshni, qatdan bo'lsa ham topish kerak to'yga. Nima deydi qo'ni qo'shni? Odamlar nima deydi? Tengdoshmi? Kelin qilmayman sinfdoshni. Odamlar nima deydi? Qilma ko'z yoshlar, joyingda qolgan toshni. Indama gapirma, ursa, itsa o'tib ketadi. Hali sevadi, vaqt o'tadi. Farzand bo'lgandan keyin o'zgaradi. Qaytib kelma qizim, gap so'zlar kerak emas. Nima deysan endi hayot shundaydi. Joningga qasd nima qilganing bu? Odamlar nima deydi? Qani birga yashaylik. Chetdan kulib, odamlar nima
sin yashaylik, chin dildan kulib samimiy gaplashaylik. Odamlar nima desa desin tashlaylik, qo'rqishni, o'ylashni, yashashni boshlaylik. Odamlar nima degan edi, yaqinlar xuddi bekan edi. Ishing bu o'yin, jiddiy emassan, qo'llab-quvvatlagan kam edi. Odamlar nima degan edi, axir ular biladigan edi. Sen o'zing yo'lingni izlab qiynalasan, battar qiladigan edi. Lekin menga farqi yo'q, biz tomondan ham chiqar quyosh. Ko'rsmasdan ko'zlarda yosh, bizang tepadiganlar tayyor. Har kuni top motivatsiya tur, yomg'ir ostida taksi kul, metro institut stipendiya kul. Hammasi bo'ladi go'd yurakda bo'lsa orzu. Barcha gap so'zlar ortga qo'llarimga yetganda bir zum o'zgaradi mavzu. Erishganda o'shanda odamlar nima degandi, endi muhim emas u, endi muhim emas u. Odamlar nima deydi, hayotingni ulardan uzoqda qur. Odamlar nima deydi, ko'p o'ylasang demak bo'ladi haqu. Odamlar nima deydi, deb o'ylasang yashamaganing ma'qul. Odamlar har doim nimadir deydi. Ey, birga. Odamlar nima desa desin yashaylik, chin dildan kulib samimiy gaplashaylik. Odamlar nima desa desin tashlaylik, qo'rqishni, o'ylashni, yashashni boshlaylik. Odamlar nima desa desin yashaylik, chin dildan kulib samimiy gaplashaylik. Odamlar nima desa desin tashlaylik, qo'rqishni, o'ylashni, yashashni boshlaylik. Ajoyib. Yana men hozir chiroq yonganda bu narsa kamaydi. Atak hozir chiroq o'chgan paytda o'sha yerda yonib turgan dona yulduzlarni ko'rib turibman. Sizlar mana shu kechani yulduzlari sizlar. Qani o'sha yulduzlar, ha? Qo'shilishni boshladilar. Endi mayli, qani yulduzlarni ko'paytiramiz kengashlarimiz uchun. Chunki bu aynan yulduzlar haqida. Kuylaymizmi? Orqa tomon kuylaymizmi? Bo'ldi. Boshladik bo'lmasa. Ana, ajoyib. Bizga chiroqlar kerak emas. Mana shu chiroqlar yetadi. Bu ham bular kerak emas. Kamaytirsak ham bo'ladi. Qarang bu yulduzlar, ucha olgan odamlar, sonsiz tunu kunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunuzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar. Qarang bu yulduzlar, ucha olgan odamlar, sonsiz tunu kunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunuzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar, insonlar. Oldinda yo'l faqat omad ko'rinmas, sharaf bu hobbi, ko'p ham urinma, juda ko'p pul kerak, noldan qurilmas, ishingga borib ke yo'ldan burilma, uxlab olish kerak ishdan keyin, tekstlarni bosaman ishdan keyin, necha yildirki tanishgan keyin, yolg'iz nishonliman ishdan keyin, necha marta o'zgardi kasbim, lekin o'zgarmadi hobbi, qanaqa ish bo'lsa ham keyin, naushniklarda o'chgani yo'bi, necha marta charchadim, lekin ortga qaytib qabul qilmadim, doping amallab chiqdim qiyshiq yo'ldan, shu bilan kirganim yo'q, keyin oyoqlardan sovuq o'tadi, lekin yulduzlarga bir qadam sabr qilsang 41 keladi deb 4 yilim o'tdi 40ida. Bitta narsa qoldi, omadgacha shuni top davay turqidir. Boshqa tilda aytishardi o'zbeklarimizni yurtida. Boshlaganda yosh bolaydi men, bugun uyimda kutadi qizim. Sen o'ylaysan meni omadim keldi, bu 10 yildan ko'proq tuzilgan tizim, bir kun nom topadi ma'no. Qatorlarim qoqadi qanot, sen boshqalarni so'ramagin, basta zo'rg'a ishondim o'zimga o'zim. Ajoyib, juda chiroyli atmosfera, juda ham qo'llab-quvvatlashingizga har doim gap yo'q insonlar. Sizlarga kattakon rahmat, shunchalik e'tibor berib, kutib, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun va shuningdek Target Schoolga rahmat taklif uchun. Rahmat. Vaqtlaringizni olayotganim uchun uzr. Ko'p gapiryapman-da, cho'ta. Xo'p, men yaqinda o'zi kim biladi, O'zbekistonga keldim. O'sha uchun imina shu yerdagi shuncha yoshlar uchun imkoniyat bermoqchimiz.
Shunaqa muzikalarni eshitdik. Oxirgi 3tasi yo'qdi-da. Undan oldingi stradallar. Hozir oxirgi 3tasi da ishlash kerak. Motivatsion bo'lsa ishlash kerak. Erkak kishi uchun kuch, bilim, pul kerak. Bitta joyi slabimi tortib bo'lishadi. Bitta proyekt qilyapmiz yanvar oyida. Yanvar oyida bitta proyekt qilyapmiz. O'zbekistonda bo'lmagan 20 ta yosh bolani olib, yoshlarni olib, bir oy reality show qilamiz, biznesmen qilamiz, kuchli qilamiz. Internet nima u? Social media yo'q, yotib turish barchasi meni hisobimdan. Biznesini qo'yib, joyigacha o'zini hayotda o'nglab olish uchun proyekt qilyapmiz. Hali O'zbekistonda hech kim qilmagan. Bu butun xarajat o'zimdan, oxirga priz qo'yamiz. Mashinami, o'shanaqa pulmi qo'yiladi. O'zbekistonda hozir hech kim qilmagan ish tradingni, kriptovalyutani mutlaqo bepul o'rgatyapmiz. Mutlaqo. O'zbekistonda kriptovalyuta tradingni o'rganmoqchi bo'lsangiz bepul. Ishoning, hech kim o'rgatmayapti. Dakansa o'sha bolalarimiz o'zimiz o'rgatyapmiz. Mani Instagram sahifamga kirib, Abdurahmon Kripto obuna bo'lib, dars so'zini yozsangiz sizga yuboradi o'sha darsliklarni.